Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz qadrdonlar, mo'min musulmonlar. Mana masjidimiz shu holatga kelguncha hissa qo'shgan barcha aka, uka, opa, singil, haji akalar barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Umriga, rizqiga, kasb-koriga baraka bersin, jannatlardan qasrlar tog'sin, ajr savoblarni ko'paytirib bersin. Mana tashqi fasad ishlar ham boshlanib qoldi. Mana Qipchoq yigitlari mana shu Miramirga o'xshagan kafellarni teryapti. O'sha kafelni bergan korxonalardan Alloh rozi bo'lsin. Ustalarimizga qo'l mehnatlari masjid bo'yicha arzon ishlayaptilar. Shunga ham hissa qo'shayotganlar bor. Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni buning ustiga Aqto'raberdiyni urishimiz kerak, bu yerga taqaratxonamizga ham urish kerak. Asarchilar hissa qo'shaman deganlar bo'lsa, jannatdan qasrlarni band qilaman desa, kelaverasizlar. Mana ishlar davom etyapti. Yana bir barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bu yerda ishlagan barcha ustalardan Alloh rozi bo'lsin. Kasb-koriga baraka bersin, qo'llari dard ko'rmasin. Go'zal holatda bitib ishlarda ibodat qilish barchaga nasib qilsin.